Kesatib gapirish gunohmi? Maşallah. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Birovga kesatib gapirish, imo qilib gapirish, ishora qilib gapirish, o'sha ekanligini bildirib gapirish, sifatlarini qo'shib otini aytmasdan bu gunoh kabiralardan biri hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom riboni, sudxo'rlikni haromligini bayon qilgan bir uzun hadislari bor. Abu Hurayra rivoyat qilgan hadis. O'sha hadisda Nabiy alayhisolatu vassalom ribo juda katta gunoh, riboning gunohi shunchalikki inson o'zini onasi bilan zino qilganlik darajasichalik, ya'ni juda og'ir gunoh ekanligini aytib turib, bu riboning gunohidan ham kattaroq gunoh bor. U ham bo'lsa kishi birodarining nomusiga, obro'siga til uzatishdir deganlar. Til uzatishga ochiqdan ochiq uni aybini aytib, uni masxaralab, unga laqab to'qib gapirish, til uzatishga uni otini aytmasa ham, uni sifatlarini aytib turib, uni masxara qilish, unga nisbatan demak yomon ma'lumot tarqatish ham umumiy ma'noda til uzatishga kiradi.